O'rtoqlar, hammaga salom. Sizlar bilan Ida Taro. Shaxsiy rasxat bo'yicha WhatsAppdan aloqaga chiqasizlar, ya'ni yozasizlar. Tak, o'rtoqlar, sizlardan bitta yeni gap men qilish, ya like, podpiska sizlardan, mendan chiroyli ochilim. Kartangmi savolim, nega baxtingiz hali ham ochilgani yo'q? Videodan oldin kartani yaxshilab aralashtirib olganman, чтобы videoni o'chib qolmasligi uchun. Bilasizlar, menda negadir tez qandaydir funksiyasini noto'g'ri qilyapmanmi bilmayman. Xullas ketdik. To'rttadan tashlayman. Tak, oramizda yokida siz ajrashgansiz, yokida yoshi kattaroq bir qizmisizda, qizchamisiz, ya'ni turmushga chiqmagan, faqat yoshi kattaroq chiqyapsiz. Ko'rinyapti kart. Ketdik. Tak, uyingizda hamma ya'ni o'sha turmushga chiqqan, to'yi bo'lgan ketdi-da, ya'ni ketgan, bitta siz qolib ketgansiz va o'shandan qanaqadir uyalyapsizmi yo уже xijolat bo'lyapsizmi yokida uydagilaringiz ko'p qandaydir gaplar aytyaptimi, endi qachon sen ham erga tegasan yokida qachon sen ham nimadir bo'lasan. Shunaqa gap so'zlar ko'p bo'lyapti sizda. Situatsiyadan ya'ni uyalyapsiz nimagadir. Lekin ish yo'lingiz yaqin orada o'rtoqlar sizga ikkinchi taklif bo'ldimi? Ya'ni ikkinchi turmushga yokida ikkinchi ayol bo'lish yokida qandaydir ya'ni ikkinchilikda kelyapti. Siz hattoki shunga ham rozi bo'lyapsizmi? Ikkilanyapsiz-da. Lekin shunda ham, qarang, shunda ham siz mayli ikkinchisiga ham roziman deyapsiz. Lekin shunda ham nimagadir o'xshamayapti. Shunda ham bolani o'zi nimagadir taklif qildi va o'zi yo'q bo'lib ketdi. Lekin bitta narsa aytib o'taman, hayotingizda qandaydir insonlar yo'q emas, chiqyapti. Ya'ni sizda hech kim yo'q deb aytmayman. Lekin qanday bo'lyapti bilasizmi? Kirishyapti, chiqishyapti. Ko'ryapsiz, qanday karusel bo'lyapti sizda. Kelyapti, ketyapti, ya'ni hech nima o'xshamayapti. Lekin aydab 2026da, ya'ni bu yil nimadir bo'ladimi? Oila qurishmi yoki jiddiy bir ilishki, ya'ni jiddiy отношения bo'ladimi desangiz, nimagadir bilasizmi? Yo'q chiqyapti ko'proq. Lekin kechdan ko'ra ham kech chiroyli baxt bo'lsin deymiz-ku. Ozgina sizda kechikishlar bo'ladi-da. Nimagadir bu yilga ko'p tortmayapti. Bu yil balki jiddiy отношения yoki oila qurish bo'lmaydi, lekin mayli kech bo'lsa ham kechdan ko'ra deydimi? To'g'ri aytgan bo'lsam, ozgina lekin vaqt kerak bo'ladi. Lekin onangizmi qandaydir переживать qilyapti, hattoki o'zingiz ham, lekin ozgina kech bo'ladi baxtingiz, lekin juda ham chiroyli bo'ladi.